Stello'dan zaga solgandim, klientga telefon qilsam, aka dastavka olib kelib berish kerak. Turgan joyingizdan yoqib olib borib olib kelib beraverasiz deydi. Mana keldim aytgan joyiga. Eng qizig'i kirsam, sonsa tugab qopti. Hozir telefon qilib beramiz. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka aytgan joyingizga kelgandim. Somsa tugab qopti. Nima boshqa joydan olib borib beraymi? Yo'q aka, o'sha somsa tugagan bo'lsa, mayli qo'yib yuborayman aka. Hozir programma 17 ming yozib qo'y, kim beradi pulni endi? Somsani olib kelmadingiz-ku? Men olib kelmasam, siz aytganingiz uchun men ovora bo'lib keldim. 17 ming yozib qo'y, kim beradi bu pulni? Endi bu sizlar ish kerak. Pulni sizdan ovqatlanmasangiz pul to'lamaysiz-ku. Aka, siz iltimos qilganingiz uchun kelgandim. Bo'lsa atkaz qo'rardim bu aka siz bilganimda. Men somsa deganingizni pulni berardim aka. Qayerda turibsiz aka? Hozir boraman bo'pti. Pulingiz kerak emas. Iltimos qilganingiz uchun kelgandim aka. Bu qayt. Men ko'rib turibsizlar, qo'yib qo'y telefonni. Hozir ham qayt telefon. Abonent bor. Telefon qilsam o'chirib qo'yapti o'sha. Taksida shunaqa haqidan qo'rqmaydigan turadi. Klient to'g'ri ish qildimi, noto'g'ri ish qildimi? Fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yamiz.